Hilol opa, kecha bolam massajdan keyin 7 soat uxladi, rosa qo'rqib ketdim. Massajdan keyin bola shunaqa ko'p uxlasa normalmi? Yo'q, bu nenormal holat. Chunki massajdan keyin bola 5 soatdan ortiq uxlashi bu norma emas. Nimaga? Sababi demak bu massajist xatolikka yo'l qo'ygan. Ya'ni ko'proq me'yordan ortiq massaj qilib olgan bo'lishi mumkin. Bola naprigatsiya qilib ko'p yig'lab olgan bo'lishi mumkin. O'sha sababli bolani bosh miyasiga juda katta напряжение, bosim bo'lib, bola juda ko'p me'yordan ortiq 6-7 soatlab uxlaydi. Endi masalan sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, 6-7 soat uxlasa nima bo'ladi? Nima qilib uxlasa deb. Sizga yoqishi mumkin onalarga. Ishini qilib oladi, qayergadir borib keladi, maza qilib bola uxlayapti deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri fikr. Chunki bola haddan ziyod ko'p uxlaganda bosh miya o'chadi. O'chgan paytda miyada отставаемость kuzatiladi, ya'ni orqada qolishga moyillik yaratib berasiz. Lekin qarabsizki, bola katta bo'laveradi, o'z vaqti bilan yuradi, o'tiradi, boshqa qiladi, lekin qaysidir bir jihatida kech qolishi, например, nutqida deylik, nutqida kech qolayotgan, siz orqaga qaramisiz. Voy, massajistkam zo'r ishlagan, 5-6 soat uxlaydi, maza qilardi bolam deb fikr qilishingiz mumkin. Lekin mana ko'rib turganingizdek, o'sha nutqiga ta'sir ko'rsatib, orqada qolgan bo'lishi mumkin. Bu